Assalomu alaykum. Hop, bugun mana bizlarda yana bitta dvigatelimiz tayyor bo'ldi. Tekshirish jarayoni. Hop, bu to'g'risini aytganda o'zim uchun yaqqan shitim. Напряжение havasi отдельно ko'rsatadi. Kirish toki bilan, ya'ni qancha amper olayotganim 183, 184, 179 kirishi, ya'ni endi kun sovuq bo'lganiga hozir nagrushkalarimiz katta. Bizga kelayotgan напряжение 180. Hop. Endi ichida ozgina bardakroq. Hop, 380 kiradi. 380 chiqadi. Через mana kontroller orqali. Hop. Bu yerda dvigatel постоянного тока, ya'ni возбуждениянiki и tok yakirniki. Bu yerda постоянникani ham tekshirishi imkoni bor. Ya'ni o'zim uchun yaqqan shitim. Hop, endi bu kirish bo'lsa, bu chiqish amperajlari. Xo'sh, endi bu mana bizada regulyator, ya'ni 3 ta fazani bir xil tristor orqali ko'tarib tushirish imkonini beradi. Bu yerda tok ko'rsatadi, напряжение ko'rsatadi. Hozir boshladik. Dvigatelimiz 7,5 ga 1000 оборот dvigatelimiz ham. Trigonik yig'ilgan. Xo'sh, bolasam burimiz. Xo'sh, bu ekrani, ya'ni mana buni o'zi ozgina bo'shab qolibdi. Nechog'ini to'g'rilayveramiz. Ketdi. Dvigatelimiz aylanishni boshladi. Mana tok chiqishi 145 volt beryapti har bir fazaga. 140 volt 3 amper. 145 volt 2,5 amper. Bu mana dahosini almashtirib olamiz. Bu kirishi. Kirishi. Mana chiqishi. Xo'sh, 145 voltdan 140 volt deylik. Sredniy 3 amper tok olyapti. Xo'sh, endi nima deymiz? 5 minut ishlatib qo'yamiz, past напряжениеda. Dvigatelimiz aniq qizish-qizmasligini ko'rib, keyin hozir egalariga jo'natamiz. Buni kuzatishda davom etib, qiziqarli shunga o'xshash videolarni qo'yib boraveramiz.